Assalomu alaykum. Bugun Menelay teoremasi isbotini o'rganamiz. Menelay teoremasi bu geometriyada mashhur teoremalardan biri. Maktab darsliklarida o'tilmaydi. Demak, mana shunaqa ABC uchburchak berilgan, PR kesuvchi o'tkazilgan. Shunda APni PB ga nisbati, PQni QS ga nisbati, CRni RA ga nisbati ko'paytmasi 1 ga teng degan. Bu teoremani demak isbotlaymiz. Demak, parallel o'tkazamiz. AC ga, mana shu AC ga parallel o'tkazamiz. Demak, mana shu yerdan shunday parallel o'tkazamizda buni tutashtiramiz. Где-то D nuqtada tutashdi deylik. Shunda DB parallel AC ga. Tushunarli? Demak, bu yerda nima ko'rinyapti bizga? Bu yerda o'xshash uchburchaklarni aniqlab olishimiz kerak. Demak, birinchi holatda uchburchak DPB o'xshash uchburchak APR ga. Demak, mana shu uchburchagimiz mana shu uchburchakka o'xshash. Demak, bu parallel bo'lgandan keyin bu burchak bilan bu burchak teng. Mana bu burchak teng. Xuddi shunday mana bu burchak bilan bu burchak teng. 7-sinfda qarama-qarshi burchaklar, parallel chiziqlar mavzularida o'tilgan. Demak, bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash. Endi ikkinchi holatda uchburchak D Q B o'xshash uchburchak. Xo'p. Demak, bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'xshash. Uchburchak Q S R uchburchagimiz o'xshash. Tushundik-a? Ikkita o'xshash uchburchaklarni aniqlab oldik. Demak, parallelligidan va ichki burchaklari tengligidan demak, mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'xshash. Mana shu uchburchak bilan DBQ uchburchak bilan QSR uchburchak o'xshash. Demak, yana bitta uchburchagimiz bu DPB bilan uchburchak PAPR uchburchagimiz o'xshash. Endi bu yerdan nima qilib olamiz? Demak, DBni CR ga nisbati mana bunga nisbati teng bo'lar ekan. BQni QS ga nisbati. Bu qaysi o'xshashlikdan keldi? Uchburchakni. Demak, mana bu uchburchakni o'xshashligidan keldi. Xuddi shundan. Demak, endi mana birinchisiniki esa mana birinchi o'xshashlikdan, ya'ni mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchakdan esa DBni RA ga nisbati teng bo'lar ekan. BP-ning PA ga nisbatiga teng bo'lar ekan. Bu yerdan o'zi isboti ko'rinib qoldi. Demak, nima qilamiz? Bu ikkalasi, demak, birinchisini ikkinchisiga bo'lib yuborsak, masalan, buni birinchi desak, buni ikkinchi ifoda desak, ikkinchi ifodani
birinchi ifodaga bo'lamiz. Shunda ikkinchi ifodani yozamiz. db taqsim ra bo'lingan db cr ga teng bo'ladi. Ikkinchisi bp bo'lingan pa, buni bo'lamiz. Birinchi ifoda bq s ga. Demak, shunda nimalar hosil bo'ldi bizda? Demak, db ni cr ga nisbati, db ni cr ga nisbati, bq ni qs ga nisbati, to'g'ri? db ni ra ga nisbati bp ning pa ga nisbatiga teng bo'ldi. Demak, bu yerdan biz bular o'zgarib ketadi. Shunda db bo'lingan ra ko'paytirilgan cr db ga. Bu yerdan bp pa ko'paytirilgan qs taqsim bq ga. Demak, mana bular qisqaradi. dblar. Demak, cr bo'lingan ra qoldi. Bu yoqda esa bp pa ko'paytirilgan qs bq. Demak, biz mana ifodani bu tomonga o'tkazamiz. Shunda nima bo'ladi? pa bo'lingan bp ko'paytirilgan bq bo'lingan qs ko'paytirilgan cr ra ga. Bu 1 ga teng bo'ldi. Demak, ap bilan pa bir xil. Mana ap pa deb yozdim. Ya'ni ap ni pb ga nisbati, ap ning pb ga nisbati, ya'ni pa ning bb ga nisbati, bq ning qs ga nisbati mana. Bu yerda cr ning ra ga nisbati 1. Demak, isbotlandi. Mana isbotlandi. Oddiy ikkita o'xshashlikdan. Demak, bu nimaga kerak desa, uchburchaklarda masalan, medianalar 2/1 nisbatda kesishini isbotlasak bo'ladi. Mana median uchburchak, mana uchburchak, mana ketdi. Mana uchburchak. Medianalar 2/1 nisbatda kesishini isbotlaymiz hozir. Demak, tomonlar teng 2 ga bo'ladi. Mana uchburchak. Demak, a b s deylik. Mana bu yerda b1 deylik. Bu yerda c1 deylik. Mana o nuqtada kesishdi. Demak, mana shu uchburchak uchun medianalar teoremasini qo'llaymiz. Shunda medianalar 2/1 nisbatda kesishini aniqlaymiz. Mana shu uchburchak uchun, mana kesuvchisi. Demak, shunda qo'llasak, a c1 b ga ko'paytirilgan bo ni o b1 ga ko'paytirilgan c b1 ni c a ga nisbati 1 bo'lishi kerak. Demak, bu yerda bizda bu yerda a c1 teng bo'ladi c1 b ga. Demak, mana nisbat 1 ga teng. Bu esa cb1, bu yerda ca. Ikkita cb1 ikkitada, chunki manadan ikkitasi ca ga teng bo'ladi. Demak, bu 1, mana medianasi bo ni o b1 nuqtada kesishi va mana bu esa 1 taqsim 2 bo'ladi. Shunda 1. Demak, bo ni o b1 ga nisbati 2 taqsim 1 degani. Ya'ni demak,
uchburchakda medianalar 2/1 nisbatda kesishini Menelay teoremasida mana isbotlasa ham bo'ladi. Menelay teoremasini birinchi yozib oldik. Keyin mana Menelay teoremasini isbotladik. Undan keyin medianalar 2/1 nisbatda kesishini Menelay teoremasidan isbotladik.